Assalomu alaykum, hazrat insonlar. Men Murod Muhammad Iris. Sizlarga navbatdagi nurli manzillarimizdan birini ko'rsataman. Tabiatdan zavqlanuvchilar uchun alohida. O'zki kurik deydi o'shanaqalar uchun. Ana bu tomon Samarqanddan kelish va kitob Shahrsiz Qashqadaryoga ketish shunchaki manzara. Kelib shunchaki dam olishlari mumkin. Sharshara, tog' toshlar. O'zki kuriklar uchun ana Ilhom akani Ulfatlar choyxonasi. Ilhom aka, assalomu alaykum. Bratanim, charchamayapsizmi? Sizni reklama qilyapman aka. Shu kelaverasizlar o'zki kuriklar uchun. Mana Ilhom akani o'zini tanishtirib qo'y. Bu kitobdan